Agar odamlarga og'zingni to'ldirib, mendan voz kechganing haqida jar solishingni boshida bilganimda, hech qachon qarshingdan chiqmagan bo'lardim. Zinhor-bazinhor hayotingga kirmasdim. Seni bunchalik ko'klarga ko'tarmasdim. Hech kimga osonlik bilan ishonib topshirmagan sevgim va yuragimni bor butunicha oldingga keltirib qo'ymasdim. Qarasam, odamlarga mendan keyin go'yo qushdek yengil bo'lib qolgandek taassurot qoldiryapsan. Buni ko'rgan odam meni xuddi seni majburlab yonimda ushlab turganman deb o'ylaydi. Sen mening hayotimga o'z xohishing bilan, aslida toshga aylangan qalbingni muloyim ko'rsatish orqali yolg'on tuyg'ular bilan o'zing kirib kelding. Menimcha, ketgandan keyin butunlay harakat qilish shart emas. Sen meni sevishingni aytarding. Meni sevmasliging oydek ravshan edi. Sen meni sevmading. Lekin men seni ikkimiz uchun ham sevardim. Sen buni hech qachon bilmading. O'zimdagi bu sevgi bilan sening beshafqatliging va menga befarqligingni yashirardim. Sen odamlarga men o'zimga yangi sahifa ochdim deyishda davom et. Ba'zida qaytadan boshlash kerak. Hayotni qayta tiklash kerak. Deganidek, hayotimni qayta tiklab, sensiz hayot boshladim. Shunday chiroyli jumla eshitdimki, ba'zida yaxshi narsalar tugaydi, undan ham yaxshi narsalar boshlanishi uchun.